bolamni siltalayapman, bolamga baqirib qo'yapman, bola isterikaga tushib qolgan paytda o'zimni boshqara olmay qolaman. Assalomu alaykum. Meni ismim Akzama Madina. Men 4 yillik tajribaga ega bo'lgan bolalar psixologiman hamda Hurriyat Rahmatullayevaning shogirdlari bo'laman. Kuratorlik birinchi navbatda men uchun bu juda ham katta mas'uliyat. O'quvchilar darslarni ko'rib, bu muammolarning hammasiga yechim topishgan. Kurator sifatida biz birinchi navbatda o'quvchilarni qo'llab-quvvatlaymiz. Kurs davomida tug'ilayotgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Vazifalarni qanchalik to'g'ri bajarilayotganiga ahamiyat beramiz. A nuqtadan B nuqtaga borishga yordam beramiz. O'quvchilarda bo'layotgan o'zgarishlarni, natijalarni ko'rib, ham ishlash ishtiyoqimiz ko'payib ketadi. Ayniqsa ulardan obratная связь oladigan bo'lsak, bu ham biz uchun juda ham katta motivatsiya va juda ham katta tajriba. Bolangizni tushunishni xohlaysizmi? Men Hurriyat Rahmatullayeva 10 yillik xalqaro tajribaga ega oilaviy munosabatlar va bolalar psixologiman. Ongli ota-onalik kursida biz farzandingiz tarbiyasiga qanday yondashish, oilaviy nizolarni qanday sog'lom ravishda hal qilish va ongli ota-onalik nima ekanligini aniq tushunib olasiz. Siz ham ishtirok etishni xohlaysizmi? Biodagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va bizning safimizga qo'shiling.